Biz hozir Muhammad Yusuf bilan sh va s tovushlari ustida korreksiya ishlari olib boramiz. Bunda biz birinchi artikulatsiya mashqlarini bajarib boshlaymiz. Muhammad Yusuf, tilimizni chiqarib olamiz va o'ngga chapga olib boramiz. Yaxshilab chiqar tilingni. Endi murabboyalash mashqini bajarib olamiz. Tilimizni chiqaramiz bunda ham. Endi tilimizni kirgizamiz. Koptokcha mashqini bajaramiz. Молодцы. Endi Muhammad Yusuf pastki tishlarimizni tozalab olamiz. Молодцы. Endi tepa tishlarimizni ko'ramiz. Tepa tishlarimizni ko'ramiz endi. Tepaga. Молодцы. Endi tilimizni sakratamiz. Endi Muhammad Yusuf bilan nafas mashqlarini bajarib olamiz. Muhammad Yusuf, endi burnimizdan nafas olib og'zimizdan chiqaramiz. Endi s tovushini chiqarish jarayonlarini boshlaymiz. Bunda biz vatni palitkalardan foydalanamiz. Qani Muhammad Yusuf, tilimizni chiqaramiz. Tilimizni qilamiz. Katta chiqaramiz. Endi xuddi shunday mashqni tez takrorlash orqali s tovushini chiqarishga muvaffaq bo'lamiz. Qani Muhammad Yusuf, yana davom ettiramiz. Tilimizni katta chiqaramiz. Endi Muhammad Yusuf bilan sh tovushi ustida korreksiya olib boramiz. Qani Muhammad Yusuf, og'zimizni ochamiz. Bunda ham vatni palitkalardan foydalanamiz. Qani aytamiz. Sh. Bu ikkinchi mashg'ulotimiz va sh tovushi ancha yaxshi tilga kelib qoldi. Qani? Yana sh. Yana sh. Yana endi sha. Yaxshilab bemalol aytaver. Sha. Sho. Sho. Yo'q. Sho. Sho emas. Sho. Shi. Yana shi. Shi. Yana aytamiz. Asha. Osha. Isha. Usha. Ashula. Ashula. Besh. Молодцы. Ishchan. Ish. Yo'q. Ish.
Yo'q. To'xta. İş. İş. İşe. İşte. Chan. Çay. Aha. Endi shole. Şöyle. Shole. Şöyle. Молодцы. Shirin. Şöyle. Shirin. Şöyle.